حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 15-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, programmamiz bu go'zal muborak oyning 5-i bilan ta bugungacha har kuni shu soatlarda naq maydondan huzurlanib bo'lyapmiz. Har bir bo'limda Rasulimizning shu go'zal bir-biridan go'zal bo'lgan hayatımızga yol başçı bulup, nur bulup, yolumuzni mağdığan, hayat yolumuzni bizge nurlandırıp berdiğen bu güzel ahlaklarını özümüzü özleştiriş için başlayan programımızda her bölümde bir mavzunu tunuşturup kilovatımız. Bugünkü mavzumuz inşallah Resulullah ve abroyluklar diyen temada oldu. Bugünkü 15. sanımız. Programımızın daimlik mehmini boğan, hammalar tanışıp bo'lgan Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi da'vatchi ustoz Habibulloh Ko'sanining taklif qildik. Oldi bilan qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun ko'p rahmat aytaman. Sizlarga mush fursatni menga yaratib berganlar uchun sizlarga ko'p rahmat aytaman. Rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, endi biz bugun bu muborak oyning 5-gacha 15-ga kelib qoldik. 15-kunda turibmiz. Yana ko'zimizni yumib ochqicha bu oylar o'tib ketadi. Rabbim bugungacha qilgan barliq amallarimiz inshaalloh bu darslarimiz Rasulimizning axloqidan o'rganmoqchi bo'lgan har bir sohaga, har bir tabiqidagi kishilarga Rasulullohning qanday muomala qilganligini bir qur so'zlab o'tildi va buningdan keyin mana shu o'rganib ma'miz bu bizga inshaalloh ta'sir qilgan bo'lishini Rabbimdan umid qilamiz. Chunki biz programmaning 5-ida degandek Muşundaq bir uluq ayını tepib, muş uluq ayğa müyəssər bulub və bunundan mağfirat qılınmay şəkildə çıxıb ketken insanın halığı vay digənlərinin qatarından bob qanmaslıqını Rabbimdən tövəncik bilen sorayımız. Şunun üçün ekran aldı çıxıb durarqan numurlar arqılıq sizlərə arqandaq bir məsələ sormaqçı bolğan bir məsələ olsa sorusanlar, əvəzsanlar buldu ya ki telefon qılıb bağlansanlar buldu. Biraz programa kirsek ustaz. Resulullah hem de yüz abroyluklar dedik Resulullah ve yüz abroyluklar. Hem de biz aldı bilen şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin cemiyetinin aksakalları bakın. Her cemiyette aksakallar yüz abroyluk kolunun işkildiğen müşündak cemaat erbabları piş kademler buldu hem de. Muşulağı elbette normalde her kandak bir cemiyette bundak bir cemiyet erbablarına aksakallara insan normal tabiitimizde mi? Hürmet köstümüz hem de. Biz İslami bir şekilde Resulümüzge ülge elip kılsak onun ecir olduğun iş. İnsan tabiatı normal çoğunlarını hürmetleş bozu mu? Bizim bu dinimizge hemen nesini sep durup Resulümüz müşünden kalat edip kığa vaxtıda işinin tabiatı özgüreydi hem de. Onun ecir Allah tarafından verildiğin işler. Her bir işimizni bunun qarta qilishga buyurilgan musulmonlar bilan üstimiz bilan biz Resulümüz müşünden yüz abroyliqlarga qanday muomala qiladi buni bilmaysiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Endi biz şu 10 kun bo'ldi ders qilib kelyapmiz. Mencha bu mana bu Rasululloh darsida Payg'ambar alayhisalom atrofidagi kishilarga qanday muomala qilganligini bayon qilib keldik. Şu derslerin içindeki derste bugünkü dersimiz biz Uygurlarning bugün için pek mühim deb qarayman. Xo'sh. Nimaga desa biz Uygurlarda bir baş yo'q deb qaqshavyapmiz. Masalan, odatda Tibetliklarning dalaylarimiz var. Her bir dünyada her bir adamninki bir milletlarni birleştiradigan bir mühim shaxslar bor. Ama biz Uygurlarda hozir hamma adam qaqshaydi bizning beshimiz yo'q, bizning cho'ngimiz yo'q deb. Yo'qmi yoki o'zimiz yo'qitib bormizmi? Konhada bir gap bor, ishan ushmaydi, murtlar uchirdi deb. Shunga o'xshash biz aslida cho'nglarni bunday hurmatlab, cho'nglarni qanday cho'ng qilish,
cho'nglar qanday cho'ng bo'lish va kichiklar qandoq cho'nglarga hurmat qilish mush masalasida bizda og'ir masala deb qarayman. Biz ichimizda har qanday odam chiqsa, uni chuqum tatlaydigan odam chiqadi. Bu qonuniyat. Ammo qo'g'daydigan bizningki eng xatarliklarimiz ichidagi cho'nglarni qo'g'damaydigan bir ahvol bizda-chu. Shuning uchun bugun shu Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning shu jamiyatimizda Alloh masalan 100 obro'y bu Allohning rizqi bu-chu. Allah shu rizq bergan kishilarga qanday muomala qilishni inshaalloh Rasulullohning hayotidan o'rganamiz. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mush cho'nglarga muomala qilishda hatto masalan shu kofirlarning ichidan obro'yliq o'tganlarning obro'yini e'tirof qilgan payg'ambar sallam. Musulmon bo'lgandan keyin masalan Abu Sufyan hatto asirgelingan vaqtida cho'ng katta boshlar asirgelinganda uni ayrim muomala qilgan. Shunga o'xshash Abu Sufyan masalan Makka fathi bo'lganda Abu Sufyan shu Makka fathi bilan musulmon bo'ldi. Shu chaqdan payg'ambar alayhisalom Abu Sufyanning yuzi obro'yini qilib, kimki Abu Sufyanning uyiga kirsa, shu odam omon qoladi dedi. Buni Abu Sufyanningki o'rnini payg'ambar alayhisalom saqlab qoldi. Kabe bilan o'xshash tutdi-da. Kimki Baytulloh Kabe'ni ochib olsa, omon qoladi. Abu Sufyanning uyiga kirib olsa, omon qoladi dedi. Hatto o'ylab baxslar, kofir vaqtida buning nufuzi va boshliq bir odamni, musulmon bo'lgandan keyin shu nufuzini payg'ambar alayhisalom saqlab qoldi. Shunga o'xshash payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu jamiyatdagi mo'tabar kishilarga hurmat qiladi. Ularning so'zini quloq solib astoydil anglaydi. Ularga ishlarni maslahat soladi, maslahatini oladi. Masalan shu qatorda masalan mushu cho'nglarning gapini anglash degan bir misol keltiray. Masalan Utbat ibn Rabi'a Makka ichidagi eng peshqadam mo'tabar ijtimoiy arbob. Hamda Hamza raziyallohu anhu bilan Umar raziyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin musulmonlar kuchayib qoldi. Kuchayib bo'lgandan keyin bu Utbat ibn Rabi'a degan odam bir kunsi mushu Makkadagi cho'nglarni qashiga kelib, "Hey Makkaning cho'nglari, peshvolari, agar men ruxsat qilsanglar, berib mash Muhammadga bir chiroyli gap qilay. Balkim gapimni anglab, mashu islom degan dinda voz kechib, ishlar yaxshi bo'lib ketar, men bir gap qilmayman degan, voy berib gap qil. Voy nima desa bir bagina shuningga. Mashu islom degan gapning bizning butimizni sukadigan ishlar bo'lmasa, nima basang birib mushli bir yandog'i degan keyin Utba kelib, payg'ambar alayhisalom qasha kelib, "Ey tag'amning o'g'li, yo'q nima? Yabni axi deb, qarindishimning o'g'li. Sen mushu islomni olib kelib bizning butlarimizni, bizningki umid orzularimizni yo'q qilib etdi. Jamoatimizni bo'lib etding, u qilding, bu qilding. Endi sen agar maqsading pul bo'lsa, arablarning ichidagi eng boy odam qilib etishga men kafolatlik qilay. Pul berayli sana. Agar huquq masalasi bo'lsa, seni arablarga podshoh qilaydi. Agar bir ayol deb qolsang, arabning eng go'zal ayollari bilan seni bir evlendirayli. Agar sen bir kasal, ruhiy kasal bo'lib qolsa, davolatayli, ish qilib, nima desang shuni qilayli. Mushu bir din degan gapni mushuni qilmasan deb. Ya'ni nurg'un gaplarni qildi. Rasululloh bu dindan voz kechishi asla mumkin emas. Shunaqa, voy bo'ldi qilib, magamni qilsam, menga al demadi payg'ambar sallam. Chunki payg'ambar sallam agar boshlam deb qo'yish bo'ldi qiladi tugaydi gap. Nima uchun? Bu yerda bo'layotgan gap Rasulullohning dindan voz kechish to'g'riliq bo'layotgan gapdi. U Rasululloh bu dindan bir chivinning qanchalik voz kechishi asla mumkin emas. Bu aniq. Shunda bo'lsa-mu voy san ani qilsaq, mani qilsaq deb Rasululloh jimjit o'tirib, butun gap tugandan keyin ava fariqta ya Abul Valid dedi. Ey Valid, o yerda hurmat nomi bilan atadi. İsmi Utba buningki. Validning dadisi degan gap arablarda boshqalarni hurmatlasa, palonning dadisi, pustanning dadisi deb chaqirdi-ku. Rasululloh ava fariqta ya Abul Valid. Abul Valid giping tugdimi yoki men quloq solyapman gapingga, giping o'z davomlashdi, giping tugdimi deb anandan keyin ha gipim tugdi deb qanday payg'ambar alayhisolamdan keyin
Hatta dünyanın nimini bilsem ben bu dinden vazgeçmeyim bu vaqtdan deb. Bir şeyde ben hayran qildigan yerim endi. Elik o bir munch quruq gapni qildim, Rasulullohga nisbatan o'tib ketgan quruq gap bu. Lekin qanday qildi? Ash odamninki bir jamiyatda o'rni va peshqadam bir arbob ekanligini Rasululloh e'tirof qilib, uning hurmatini bildirib, Abu Valid gap qilgan gapini anglayman deb muncha anglab, yana hurmatsiz bilan ratiya qaytirishi ashlarninki Rasulullohning shu cho'nglarni qanchalik hurmat qildiganligini ko'rsatdi. Biz buningdan nima tushunamizga vaqtida? Ya'ni cho'nglarni hurmat qilish. Anından keyin yana men dedim bu payg'ambar alayhisalom sizlar bu menga 35 minut 40 minut vaqt berdilar. Bu vaqt tamin deb olamayman, lekin men muhim degani deyman. Payg'ambar alayhisalom 100 obro'liqlar qanday muomala qildi? Shu qatodan 100 obro'liqlardan qasddan bir xatolik o'tmay, savalli xato o'tib qolsa, kechirib o'tishni buyuradi payg'ambar alayhisalom. Mabak muhim cuma. Biz aksicha başlıqlarımızın, çoğunlarımızın mükemmel oluşunu talep kılmayız. Özümüz neyim bolsak mayli. Ama din neyin talep kıldı olsa, özün mükemmel olursa, başkalardan mükemmelliğini talep kılmaysa, başkalarının kemçilikini küçürürse. Bu dinimiz. Mesela Peygamber Aleyhisselam özü 2 gün, 3 gün iptal kılmayı ulap rozu tutattı. Ama başkalarını çoğu, siz bunda kılmanlar, bunda kılamayısınlar deydi. Resulullah keçisi putuk kapırıp ketkiçi namaz okuydu, başkalarını çoğu, küçük yetkiçi ibadet kıldı deydi. Biz asıl İslam dininde takamulluğunu özümüzde izlemiz. Özümüzü mükemmelleştiriş köngül verimiz. Başkalardan takamulluğunu izlemeyimiz. Bizim vaziyetimiz başkalarının kemçiligini, kusurlarını keçirip etiş. Mesela Peygamber Aleyhisselam ne deydi? Ayşe annemiz deydi o. Kâlen Nebi Aleyhissalatu vesselam Aqilu zevil hayat asaratihim illel hudud deydi. Muşu abroyluk kişilerinin şeriatının başı had kildiğini yani en çoğun cinayeti bulmaya kap kalsa yani yoki andaq yoki mandaq xatolikni kechirib o'tinglar dedi payg'ambar alayhisalom. Bu biz Uyg'urlar degan gapdami bu? Biz o'zimizning cho'nglarga lo'paynak bilan qaraymiz mana shunday. Lo'paynak bilan. Neda xatolik? Neda xatolik? Ming qatim yaxshilik qilsa, bu yaxshiligini deb selishga tilimiz bormaydi. Bir qatim xatolik qilsa, hammamiz tang harakat ketib, xolisan livajillah bu yomonlikni taqitimiz endi. Shuning uchun bizni cho'nglar chiqmaydi. Ve şundaklar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kişilerge alayda hürmet bildiretti. Abroyluk kişilerge. Mesela şu katadan Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh şundaktaydı. Bir günse Cerir ibn Abdullah Peygamber aleyhisselam kaşığı geldi. Bu öz kabilistiki kabile başlıktaydı. Şu an kelgandaki hiç kim onunla hem adam Resulullah'ın kaçta ulturup Resulullah'ın yakın ulturuşunu arzu kıldı da hiç kim urun büyütü peygamber deydi. Şu an Peygamber aleyhisselam yepinip olduğun yepincisini uçustun elip hey Cerir manında oldu da taşlap badi deydi. Şu an uzat Resulullah'ın yepincisini elip küzüge yüzüge sürkep man kılan hürmetinge men kançılık hürmet kalmasan ya Resulullah Allah sana şundak bir hürmetlik kıpası deyip Resulullah'ın dümüskümünde atıp koydu deydi. Bu yerde mi nemi çıkıdı o dese Resulullah başka adamlar alakı cemiyette ornu var. Yani abroyluk kişilerini ne kadar Peygamber Aleyhisselam hürmetleydi Allah. Bu vakit hadisim var. Mesela Peygamber Aleyhisselam men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fe iza atakum kerimu kavmin felyukrimu dedi. Allah iman etsenler, ahiret iman etsenler bir kavminin abroyluk kişileri kelse bunun hürmetini kılanlar dedi. Kıyametke ahiret iman etsen abroyluk kişiler kelse onun hürmetini kılsın dedi. Demek biz daha azar acayip bir ahval bağımdı. Bulup mu yaşlarda, bulup mu aslan, mesela özünü şu İslam'a mensup dep qaraydigan, özünü takva dep qaraydigan, ama çoğunluğu şunda hürmetsizlik kıldigan, abroyluk kişiler hürmetsizlik kıldigan, alimlar hürmetsizlik kıldigan, köz kılmaydigan bu iş Uygurlarda hakikaten eğiramdı. Bu doğru emas. Bulup mu chet elde, vatanda hakikaten vatan yaxşı deb bu işler. Bek hürmetleydi. Ama chet elde bu iş bek eğir. Şunun kırındaşlarımız Allah hakkı için bunu bir doğru pozisiyada buluş gereken. Hoş hem de biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu yüz abroyluk cemiyeti ornu var bu cemaat pişqadamlar. Bu kişilerge qanday muamele kıldığanlığını ögünüş arkalık Müslümanlarla ama şundan kılış gerek geldiğini hatta en ahirki söylediğin hadislerden bile Allah'a ve ahiret günü geçen kişi yüz abroyluk bunlar işte hürmet kılsın diye.
Bu biz yeterlik ular qanday muomala qilish kerakligimizni bildirgan bo'ldi. Ham bu jamiyatda bir insonning o'rni bo'lishi, nurg'un ishlarning qo'lidan keladigan bunday yuz obro'yli bo'lishi albatta Allohning uningga ato qilgan rizqi bo'lish bilan birga, uning uchun bir sinaq imtihoni, buning bir xuddi boy haqqini bergandek, ilmdor o'zining ilmidan haqqini uni ado qilishi majburiyati bo'lgandek, bu obro'yliq, yuz obro'yliq kishilarning mas'uliyati. Mas'uliyati va yuz obro'yning zakati. Xo'sh, endi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha deydi. Allohning sizlarga bergan ne'matlarini sanab bo'lolmaysizlar. Bu yuz obro'ymi Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan ne'mati. Chunki yuz obro'yni men bir yuz obro'y qazna, yuz obro'yni talla bozor sotmaydi. Bu bir Alloh bergan ne'mat. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yuz obro'y berganlar, Alloh subhanahu va taolo bir kishilar orasida e'tibor berganlarning haqiqatan bir majburiyati bo'ldi. Bu bizda yo'qlab qolgan bir farz nima? Ya'ni yuz obro'yning zakati deylamda. Bizda xuddi berilmayotgan bir zakat ma'vo. Tamam. Shundan Imom Shafiy rahmatullohi alayhi shunday deydi. Xuddi pul molning zakati bo'lgandekmi? Yuz obro'yning zakati bor deydi. Xo'sh. Buni qanday qilish kerak desa, bu yuz obro'yni shu musulmonlarning hojatini ravo qilish uchun, musulmonlarning o'zaro bir-birini isloh qilish uchun, bir yaxshilik qilish uchun chuqur ishiltish kerak. Yuz obro'yni. Hozir biz bunday qilib nima ish qilsak yuz obro'yni tushib ketamiga deb hech kimni ishlatmay yuz obro'yni menda tutib turgan ish yo'q deydi. Sen Alloh yuz obro'y bersa, bu Allohning bergan ne'mati, buning zakatini olay deydi. Zakat qanday bo'ldi desa, shu musulmonlarning masalan man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallohu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Ya'ni bir odamningki bir musulmonning qiyinchiligidan shu musulmonni nafas oldirib qo'ysa degan gap, shu qiyinchilikni hal qilib bersa, bir insonning shu dunyodagi qiyinchilikni hal qilib bersa, qiyomat kunsi Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunsi uning qiyinchiligini hal qilib turdi deydi. Bu kim o degan chaqda mana shunday qo'ldan azbaz bir musulmonga yordam berish keladigan odamlarga qartilgan bir hadis bu. Ana masalan ba'zi odamlarningki yuz obro'yi bo'ldi. Pul bilan qilmaydigan ishni bir ikki og'iz gap bilan qilaydi dedi. Shuning uchun yuz obro'y bu odamlarning musulmonlarga qarata bir majburiyati bor. Bu majburiyatni his qilish kerak. Shuni Imom Shafiy rahmatullohi alayhi degandek, bu yuz obro'yning zakati bor. Zakati musulmonlarga yordam qilish, musulmonlarning qiyinchiligini hal qilish. Masalan Ali radhiyallohu anhu shunday deydi. Ilmning zakati ilmni nashr qilish va amal qilish deydi. Yuz obro'yning zakati musulmonlarga yordam qilish deydi. Yuz obro'ying orqali obro'yingni, nufuzingni, jamiyatdagi o'rningni ish qilib, musulmonlarningki hojatidan chiqish deydi. Xo'sh. Endi shuning uchun Qur'oni Karimda man yashfa' shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha deydi. Bir odamga yaxshilik ishda shafaat qilsa deydi. Shafaat qilish degan gap shu. Endi yuz obro'yni ishiltib bir odamga yaxshilik qilish. Shundaymi? Masalan, bir bola bir xizmatga o'rinlashmoqchi. Lekin u hech kim tunimaydi. Sizning ishlatadigan odam xo'jayinda yuz obro'ylar bor ekan. Shuning yuz obro'yni ishiltib, "Men men tunima ishlatsang bo'ladi, yaxshi bola" desan, yakullahu nasib, ashning shuning bir ajr bo'ldi deydi, savob bo'ldi deydi. Şun ölmələr məşələ yuz obro'yni ishiltib, kishilarga yordam qilganlikni yaxshi shafaat qilganlik. Mashhur oyatdagi "Men yashfa' shafa'atan hasana", yaxshi shafaat deb deganlik mushu bo'ldi deb shuna degan. Shun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ishfa'u tu'jaru deydi. Sizlar yuz obro'yli kishilar boshqalarga shafaat qilinglar degan gap, yuz obro'yni bir qo'llanib boshqalarga yordam qilinglar degan gap. Ashta qilsanglar, sizlarga Alloh subhanahu va taolo ajr berdi degan. Xo'sh. Endi hadis sharifda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam deydi, sizlar mashhur bir hadis bor. Har qanday bir musulmon anglaydigan bir hadis. Ahabbun nas ilallohi anfa'uhum lin-nas deydi. Alloh eng yaxshi ko'radigan inson, insonga eng foydasi yetgan inson deydi. Tamam? Yuz obro'yning shu foydasi. Wa ahabbul ilalloh, ahabbul a'mali ilalloh sururun tudkhiluhu ala muslim deydi. Allah en yaxshi ko'radigan savobli ish musulmonning qalbiga xo'shallik bag'ishlash.
yoki uning bir dardini av takshibu anhu kurbatan, uningdan bir mushaqqatni ko'tarib yetsa, av tatrudu anhu ju'an, yoki uningki qo'sg'in to'yg'izib qo'ysa, ya'ni ochliqni qo'g'laysa, ya'ni qo'sg'in to'yg'izib qo'ysa, yoki qazin to'lab qo'ysa deydi. Bir musulmon qarindishimning hojatidan chiqish masjidda itkob qilishdan yaxshi deydi. Biz Ramazonda ba'zi odamlar bor, Ramazonda ish qilmay, yetib Qur'on o'qib, ibodat qilamiz deydi. Yo'q. Men Ramazonda musulmonning ehtiyojini chiqsa, oshvoz qo'shiq tamoq bersa, dadvoz dadini chiqsa, millatga, mazlum millat uchun Ramazonda eng xizmat qilib oldigan, puling bilan, aqling bilan, kuching bilan xizmat qildigan o. Mani bular insonlar buni tushunmay, Ramazonda uydan chiqmay, jimmidi yetib, tilpullari unda emas. Yani en Allah yaxshi ko'radigan inson, musulmonlarga eng manfaat etgan inson, Allah en yaxshi ko'radigan savobli ish, musulmonlarning qalbiga xo'shallik bag'ishlash. Bu xo'shallik bag'ishlash nima bilan bo'ldi desa, yo qo'shiq voz qo'sg'in to'yg'izsa, biror ehtiyoj bo'lsa, ehtiyojini chiqsa, masjidga kirib itkob qilib olganida mana yaxshi deydi. Tamam? Yoki va man kaffa ghadab bo'lsa, ya'ni bir musulmonlar seni xaf qilgan bo'lsa, ochchig'ini o'zing tutib olsa deydi. Bu en Allah yaxshi ko'rgan ish deydi. Him birsi shunama, demak endi mushu yuz obro'yini qilgan odamlar mana shunday qilish orqali zakatini berish kerak. Bu yuz obro'li kishilarning majburiyati. Yuz obro'yning chuqum zakati bor. Pulga zakati bo'lgandek, yuz obro'yning zakati bor. Rahmatim, mushu musulmonlarninki, bizlarninki, xalqninki mushu yuz obro'yliqlarga nisbatan bularga qarta mas'uliyat nima? Bularning mas'uliyati bu. Albatta. Albatta bu yuz obro'yliq degan vaqtimizda faqat jamiyatda o'rni va oqsoqol bunda mo'ysifat qayri odamlarni o'ylab qolmaslik kerak. Jamiyatda uni yoshim bo'ldi, ham ma'lum bir idora organida qo'ldan bir ish qiladigan odamlar bo'lishi mumkin. Har xil sohada insonlar manfaat yetkazadigan bir o'rinda bo'lgan kishilarning hammasini o'z ichiga oldigan bu narsa. Hamda xalq bularga nisbatan qanday bir muomala qilish kerak? Hamda bu insonlar yuz obro'y qanday erishadi? Yuz obro'y bekor kelib qolmaydi. Shu insonning tirishchanligi, masalan, boy bo'lsa, saxovat, ko'p saxovat qilish orqali yuz obro'y topadi. Agar bexil bo'lsa, qo'ya, undaq bexil bayni deb hech kim ko'zga ilmaydi. Shunday-ku. Qanday kishilar insonni obro'y topdi bo'lsa, musulmonlarga xizmat qilish bilan, xolisona ish izlari bilan, ya'ni cho'qim o'zining tirishchanligi bilan yuz obro'y topadi bu. Bekor kelib qolmaydi yuz obro'y. Ya japatat o'qib, ilm bilan insonlarga xizmat qilish orqali topadi yuz obro'yni. Unda bo'lgandan keyin buning qarta boshqa bizning majburiyatimiz oldi bilan shularningki ortiqchiligini e'tirof qilish. Qadr qimmatini bo'lish va ularni inkor qilmaslik. Bu bak nima uchun? Bizda mana inkorchilik. Hammamiz o'zimiznikini rastlaymiz. Men o'qigandan boshqa o'qimaganimiz bekor, mujohiddan boshqasi bekor, pul topgan pul, ya unda emas. Bu dunyo sil bizdan jiq cho'ng dunyo. Bu dunyoning butun ishlari men yolg'iz yoki sal yoki o'qib o'g'ilmaydi. Dinning xizmatim shu, davlatning, millatning xizmatim shu. Hammamiz o'zimizga tushliq Alloh bergan ortiqchalarimizni joriy qildirib bu din uchun xizmat qilamiz. Ammo bizlarda davomli inkor qildigan. Burunqilarni inkor qildigan bir xatolik, balki mendimi bir necha qatam shu sodir bo'lgandi. Alloh subhanahu taolodan bir kechirim uchun so'rayman, bundan undaq bo'lmaslikka tirishman. Mushu davomliqlam keyindan kelganlar burunqilarni inkor qilish. Asli boshqalarga nisbatan, burun o'tkilarga nisbatan bizda bunday bir g'um bunday bir narsa saqlanmaslik kerak-ku. Balki ularningki aloyligini, yaxshiligini e'tirof qilib, kamchiligini kumbitishimiz kerak. Yoki undan ibrat olishimiz kerak. Endi hozir bizning mana shu Uyg'urlarning ahvoliga qarab boqsanglar. Bugun bir tashkilot qursa, burunqi tashkilotlarning hammasini jam vaqti, qo'saq vaqti, kerak kelmaydi. Men aniq qilib aytmayman degan. U 4 kundan keyin qarasa, uningizga ham bir kelib tillayotgan, o'xshashli bir gap. Unda emas. Biz boshqalarning ortiqchiligini e'tirof qilishimiz kerak. Masalan, hozir shu ismi olsam, ana ba'zi ismi og'im kelmaydi. Ba'zi odamlar va nurg'un vatan, dinimiz, millatimiz uchun yaxshiliklarni qildi. Hozir endi ba'zi xatolarni o'tkazib qo'yguncha uni tillab yo'q qilib atdik. Hozirmi shu yangi bir tashkilot qurib, voy burun qil degandan jon biqibdi ekan, voy mustaqil demabdi ekan, uni qilibdi ekan, biz anda qilamiz deydi. Hey, sen boshqalarning dulusiga dastlab o'g'izga chiqmasang chiqolmamsan sen. Ya'ni bu eng nachar odam boshqalarni yiqitib o'tib,
Dümbüsüge dastlab o'gizg'ichli odamni eng nachar odam deymiz. Bingsingga tayinib, mahoratingga tayinib, kuchingga tayinib chiqib o'gizg'igan yuqoriga chiqmoqchi bo'lsang. Biz davomli chiqmoqchi bo'lsak, ash oldimizdagi odamning dulisiga dastlab shuni patur etib chiqaman deymiz. Bu millat uchun qilgan qattiq bir ziyonkashlikchi. Bu birinchi bizningki majburiyatimiz. İkincisi mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu obro'li kishilarni davomli shularning obro'yi qarta muomala qiladi. Masalan, Shihab ibn Ibad degan kishi shunday deydi. Abdul Qays qabilasidan bir umak keldi, Peygamber sallam qashig'i keldi deydi. Shuning bilan ular kelib Peygamber sallam qashig'i keldi, Peygamber sallam qashig'i kelib o'ltirib ahvol so'rashgandan keyin Peygamber sallam ichinglarda cho'ng kim peshqadam kim deganda biz shuni bilan cho'ngimizni ko'rsatib qo'ydik deydi. Munzir ibn Ayiz degan cho'ngni ko'rsatsak, Peygamber sallam Munzirni chaqatib, yennidan o'rin berib, ya'ni to'da o'rin berib o'rtag'izdi deydi. Mana bizning majburiyatimiz bu. Endi o'ylab baqsizlar. Masalan, shu bizda dedik, boy chiqsa, boyni bir narsa deb yo'q qilayotimiz. Ahli ilmlarimizni uni deb, buni deb tatlab yo'q qilayotimiz. Buning natijasi nima bo'ldi? Natijasi nima bo'ldi? Masalan, bir silasini deb beray. Mush 99 qotilni o'ldirgan bir odam bir nayt taqvo nadondan fatvo so'rdi berib. Men 99 odamni o'tdim. Men tövbamı debdi, voy qag'ishdak 99 odamni o'ldirib tövbe odamsa deb xato fatvoni berdi, unda 100lik qilib deb uni o'ldirdi shunami? 100 bo'ldimi? Şulan bir alimning qashig'i kelib, alimdan so'rabdi, to'g'ri yo'lni ko'rsatdi, ham tövbe qildi, ham qotillik shu yerda tugdi. Agar bir alim bo'lmasa, ayında xato yo'li boshlagan bo'lsa, odam yana nechun o'ldirib tayadi. To'g'ri. Chunki kim bo'pti, men o'tirsam bo'lgan joyga o'tiraveraydi. Andan keyin odam tövbening yo'lini topolmay, balki do'zaxga bo'lib ketdi. Alim ani to'g'ri yo'lga boshlab qotillikni oyoqlashtirdi, ikkinchisi odamni oxirsida jannatga kirishga sabab bo'ldi. Yani o'ylab baqsa, olim bo'lmasa nima bo'ldi ekan bu dunyo? Biz-chu desa, ichimizdan chiqqan olimlarni mana shu lopaynak bilan qaraymiz, ularni sistimiz, tugmichilik yomon ish bo'lsa, tugda qilib taqtimiz. Bütün yaxshilikqa ko'zni yumamiz. Masalan, men sizlarga hozir gapirdim. Hozir bizning darsimiz 45 minut bo'ladi shunami? 45 minut darsda 2 yerda bir xatolik so'zlasam, men insonman, men xatolishman. 43 minutni hammasini unutdimda. 43 minutni ko'rib, 42 minutda insonkan, ya menda demoqchi bo'lgan deb to'g'rilab tushunish asli bir musulmonning sifati. Ammo biz qanday qilmaymiz desa, bir odam 1 soat gap qilib, bir gap xato kelsa, bir gap tutilib, 1 soat namasini. Bir odam bir kitob yozib, 2 yerda xatolasa, kitob namasini bekor. Voy, nima bu? Qanday noinsofchilik? 98% nakatdesining insonning shunday inson bor. Şunun için qarindashlarimiz, bizning vazifamiz cho'nglarni qo'g'dash va ularning obro'yini saqlab qolish, hatto ularni yiqitib ularni yo'q qilib olsak, biz butun millat ziyon tortamiz endi. O'limalar xatolashganda qanday muomala bo'lishimiz kerak degan javob beryaptilar. Bunun neticesi bak yaman bo'ldi endi. Bakkalikning neticesi ichinish qoldi. Şun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salasun la yastakhiffu bihim illa munafiq deydi. 3 odamlar var. Buni munafiqdan boshqa odam ko'z qilmay qolmaydi. Munafiq ko'z qilmaydi. Buni 3 odam bor, buni ko'z qilmagani munafiq deydi Peygamber sallam. O'ylab baqsizlar. Birinchisi saqali oqagan mo'ysifat kishi deydi. Bundaqlarni masxir qilgan ko'z qilmaganlar munafiq deydi Peygamber. İkincisi, yani bu qanday aqaqansa zu shaybin fil islam deydi. Yani musulmon saqal aqagan bir adam. Buni hurmatli. İkincisi zul ilmi deydi. İlim ehli deydi. İlim ehli dedi, mayli diniy ilim ehli bo'lsin, mayli fanniy ilim ehli bo'lsin, ilim ehli bo'lsa, buni munafiqdan boshqa adam masxir qilmaydi deydi. Üçüncüsü adil başlık deydi. Yani Müslüman olsan adil başlıkını, ilim ehlini ve
mo'ysifat kishilarni hurmat qilsa, hurmat qilmasang sen munofiq deb payg'ambar alayhisalom. O'ylab boqsanglar yani. Shuning uchun bizning majburiyatimiz bu kishilarimizni qo'g'dash. Men eng ichinishli mayli ularni haqoratlaydi, ularni tillaydi, bu bo'lgan ish. Lekin qo'g'dimaslik masalasi shu. Qo'g'dimaslik. Hatto men hayron qalinman millatga juma. Jihad qilib xalbiyaligicha bora olamiz. Bizning Sobit Damullam Osman xalifaligi tugab, tunjulib islom davlatini qurgan bir odam haqoratlandi. Ma millat uning binas demadi. Ma Uyg'urlarning bir islom bayrog'ida oy shakli va bir bayroq haqoratlansa, millat igi chiqmaydi juma menga. Biz Uyg'urlar tövbe qilishimiz kerak. O'zimizning cho'nglari, o'zimizningki peshqadamlari haqoratlansa, uning qarab kulib o'ltasak, dal shayton biz. Holimiz mushunda bo'ladi. Allah subhanahu va taolo bizni osmondan tushirib bermaydi, ichimizdan chiqardi. Allah payg'ambarlarni insonlarning ichidan chiqargan. Biz cho'qim cho'nglarimizning yaxshilik 60%, 70% yaxshilik bo'lsa bizga yetib oshadi. 30% xatoligini singdirishimiz, hazm qilishimiz va buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Chunki mukammallik, takomillik Allohga xos. Allohga xos. Mushunda bo'lgan vaqtida andiki biz masalan cho'nglarimizning pesh qadamlarining keynimizda turib biz ularni qo'llab bersak, ular taraqqiy qildi, tahim ruhlanib, tahim oldi qarab mangadi. O'ylab boqsanglar. Yani sen bir millet için bir adam bir işini kılıvasa sen de xonur qo'yib, ha yaxshi qilyapti emas. Bizning majburiyatimiz ularni qo'g'dash. Bu bizning diniy majburiyatimiz. Şu Allah subhanahu va taolo shu yüz obro'li kishilarga qanday muomala qilamiz degan darsimizdagi mush nuqtani bir musulmonlar yaxshi tushunsa, o'zining cho'nglariga, peshqadamlariga, siyosiy doiralarga igi chiqib, uning keyinda mazmut turib, uni qo'g'dab, uni qo'g'diganlik. Çünkü başsız millet ülük cesetke okşaydı. O beşinle qo'g'dimisan, beşinle ezdirversen senin gevden haqqan yuğan bolsun, ne bolsun işime gerek gelmeydi. Şoma Uyg'urlar bizde bir kumandan çıkmadı, bizni birleşik adam çıkmadı emas, çıqqanni qo'g'dayolmadik. Buni demoqchi o'g'limmish. Shunda parcha holatda sizlar chiqqanmi? Asli chiqdi, chiqqan, lekin qo'g'dayolmaqliq. Men dedim-ku, bu bir milletning boshlig'i shu millatga qartaroq chiqdi. Masalan, Sadin shunqar tug'ilmaydi. Sadin sa tug'iladi. Tamam? O sen üzən bir gap aya Ali raziyallahu anh'ın qaşığa birisi keldi. Birisi kelib Ömer raziyallahu anh'ın davrida bundaq bir pishni basatmı yo'qdi, noat yaxshidi, andaqdi, mandaqdi, sening davring kelib bu pishni basatadi, bo'ldi desa. Chunki Ömer raziyallahu anh'ın davridagi xalifa Ömerdi puhra mentim. Mening davrimda xalifa men puhra sen bo'lganlikni mushta bo'ladi dedi. Biz o'zimizmi hammamiz o'zimizga talab qo'yaylik. Allah'dan o'zimizdan so'roq qilaylik. Dinimizda haqni hisob al degan gap yo'q. Haqni hisobni Alloh oladi. O'zimizda hisob olamiz. Hasibu anfusakum qabla an. Sen o'zingdan hisob ol. Tamammi? Endi o'zimizni dedim-ku, o'zimizning takomilligining karimiz yo'q. Boshqalarning takomili farz tushirishni o'lchamni qo'yib olamiz. Kichkina bir inson bu boshliqlarning, cho'nglarning inson ekanligi esimizdan chiqatmas bo'ldi. 60% bo'lsa 40%ni ko'z yumishimiz kerak. Bo'lmasa bizning ichimizdan mangu qo'mondan chiqmaydi. O millatni yetaklab mengatimiz deyotgan bu boshliqlar 60 tashkilotni qurib millatni parchalab yursa. Demak, hozir nima ish qashta bo'ldi deslar? Boshqalarni inkor qilish. Voy oqimg'ani men qilyapman dema, bizning hammasi ittifoqlikdan da'vo qildi. Voy ittifoqlik. Qanday ittifoqlikni? Eng ittifoqlikni. Mandaqchi ba'zi odamlar chiqib burungi tashkilot qurib jon baqdi, voy uni qilib biz unda qilmaymiz. Asli o'zi shuni qilib jon baqmoqchi hozir. Chunki menda bu inkorchilik. Tashkilotlar ko'p bo'lish meni ansirlatmaydi, ammo hamkorlashamaslik meni ansirtadi. Mush hamkorlashishni xohlamagan tashkilotning hammasi jambaxt tashkilot. Ammo nima uchun? Tashkilot nima uchun qurildi? Dinning, millatning xizmati uchun qurildi, shundaqmi? Unda bo'lgandan keyin sil bir tashkilot qurib, millatning xizmatini qilsalar, demak men qilmoqchi bo'lgan xizmatni qillar, Alloh rozi bo'lsin deshim kerak. To'g'ri, sil xato qilishlar. Ammo bunda qarashimiz kerak. 60% yaxshi ekanlar, 40% kechirib o'tishim kerak. Ama 40% to'g'ri qilib, 60% xato qilsa, qarindishim to'xta deyishimiz kerak.
Şuncular nurgun yaxşını qilsa ko'zimizni yumbela payg'ambar alayhisalom deydi. Sen eng nachar qo'shin deb beraymi deydi payg'ambar alayhisalom. Eng nachar qo'shna yaxshiligingni ko'plab etadigan, yomonligingni haqlarga chiqib so'zlaydigan qo'shna eng nachar qo'shna deydi. Ondan nachar qo'shna bo'lmaydi. Yaxshi qilsam, o yaxshi qilgan, 1 2 3 4 5 yaxshini qilgan, ammo 6-chi xatolashdi. Buni qanday qilishimiz kerak? Asta uyga berib qarindishim, mash ish xatoda qildi. Buning sababi nima? Anını aldılan düşünüşümüz gerek. İkincisi hatalaşkan bolsa, ma hata qildi, to'g'ri qilaylik qarindishim. Men nima qilib bersam, ma ish to'g'ri qilmadi. U berib lam, o voy xato qilib atdi, u vaqirab, xuddi Facebook chiqib, o to'g'lash degandan keyin riyoxo'rlikdan boshlansin. Chunki nasihatga maxfiy bo'ldi. Bir odam Facebookni bilan nasihat qilsa, demak bu riyoxo'r bu. Nasihatni ham Facebookda qilmaymiz, uni chiqib lam andaq deb. Andan davomli qilib boshqalarni inkorchilik. Çünkü inkar qandaq boshqalarning xizmatidan inkar qilganlik shu odamning o'zini ko'z tutish o'rnatganlikning eng obrazli ifodasi. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. İnşallah bu sifatlarimizni, bu yomon xuylarimizni o'zgartirishga muvaffaq bo'lsin Rabbim. Shuning uchun bu darslarni qilyapmiz. Rasulullohning shu muomalasini, tutgan pozitsiyasini o'rganib, aldılar o'zimdan boshlab hammamiz Şu Rasulullah'ınki çoğunluğa tutkan pozisiyasını özümüzü ülke qilaylik deb mush narsani qilyapmiz inşallah. Ahirda qisqa bir şekilde junub hali tutib ro'za tutishning hukmi nima degan savolimiz. Junub turib, masalan, inson g'usli vojib bo'lgan ish bo'ldi. Ya ayoliga yaqinlashdi yoki shayton atlab qoldi shunami? Ihtilom bo'lib qoldi. Bunday chaqda zo'liqni masalan bu ish zo'liq bilan taqishib qolsa, agar junub zo'liq yemendegicha zo'liqni vaqti chiqib qoldigan shop qolsa, zo'liqni yap bo'lib, ro'zani tutib bo'lib, undan keyin bomdat namozini o'qishdan burun juyinib ro'za tutsa bo'laverdi. Bu juyinish kerak. Ro'zaninki ado bo'lish uchun poklik shart emas, ya'ni junub bo'lsa-mu ro'za bo'laverdi. Lekin namoz o'qish uchun chuqur juyinish kerak-ku. Ba'zi uxlab qolib tong atqanda qopdi masalan. Ha, tong atqanda qopdi masalan, namozmi o'tib ketdi. Masalan, junub holatda tong atqanda qopsa, ro'zaga niyat qilib tutayvas bo'ldi. Ya'ni junublik ro'zaga ta'sir ko'rsatmaydi. Ko'p rahmat inshaalloh. Endi bu vaqtda hadis bor, bir davta hadisnamda. Bir odam kelib Oysha roziyallohu anha deydi, bir odam kelib, "Ya Rasululloh, men junub holatda ro'za tutib qolaman. Shu namoz vaqti keldi, qanday qilmay debdi payg'ambar alayhisalom. Men mashtaq bo'lmaydi payg'ambar alayhisalom. Men mashtaq o'ga ahvolim bor dedi. Ya'ni men bu junub holatda bo'laman. Shu bilan zo'liqni yevlab, ro'zani tutib olib, mashtaq qilgan mendan bo'ladi degan. O Rasululloh silunda bo'lgan bilan silgan payg'ambar Alloh sizning burunqi gunohlarni kechirayotgan. Biz chata qanday qilamiz degan chaqda payg'ambar alayhisalom nima dedi? Men hammanglardan bak Allohdan qo'rqaman. Hammanglardan men taqvo. Shunda turib, men bunaman. Ya'ni degan hech qanday ish yo'q u, ayb ish emas u. Ro'zani tutaversa, namoz o'qish uchun juyinsa degan Imom Muslim Abu Dawud naql qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom shunday degan. Shuning uchun ya'ni junub bilan ro'zaning ichida taqishib qolgan yer yo'q. Ko'p rahmat inshaalloh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib vaqt e'tibor bilan yana programmamiz to'shib qoldi. İnşallah atiki programımızda Allah ömür bası köleşik çeslerini Cenab-ı Allah'a topşırımız. İcabatlik dualarında bu güzel minutlarda, aylarda bizler için hem dua kılışanları tüvencik birden sorayımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل